Mana bu videoga diqqat bilan e'tibor bering. Xoreografiya maktablarining birida ustoz o'z shogirdlariga raqs tushishni o'rgatayotgan edi. Kutilmaganda uning boshi aylanib yerga yiqilib tushadi. Buni orqada ko'rib turgan shogirdlari bu ham raqsning bir qismi bo'lsa kerak deb, ular ham xuddi mana shunday yiqilib, bir kulgili holatni vujudga keltiradi. Endi buni ozgina hayotga bog'laydigan bo'lsak, hammamiz ijtimoiy tarmoqda yuramiz, har xil video kontentlar ko'ramiz va biz uni ko'pchiligini to'g'ri deb qabul qilamiz. Hamma har xil motivatorlar bo'ladi yoki video kontent qiladiganlar bo'ladi. Lekin ko'rib turibsizlarki, hamma narsa ham hayotda to'g'ri bo'lmaydi yoki ko'ringanidek bo'lmaydi. Shuning uchun biror bir ma'lumotni internetdan qabul qilganda albatta uni ichida yaxshisi ham bo'ladi, yomoni ham, to'g'risi ham, xatosi ham bo'ladi. Fact checking qilishni yoki bo'lmasam o'sha ma'lumotni tekshirib olishni hech qachon esingizdan chiqarmang. Aks holatda har xil kulgili va noqulay holatlardan tashqari qonun buzilish holatlariga ham duch kelib qolishingiz mumkin.